Xorijdan uy sotib olgan o'zbekistonlik mashhurlar haqida bilarmidingiz? Kanalimizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va video ostiga like bosishni unutmang. So'nggi yillarda xorijdan uy sotib olayotgan o'zbek mashhurlari soni ortmoqda. Ular orasida san'atkor, bloger va aktrisalar ham bor. Ayniqsa Birlashgan Arab Amirliklari va Turkiya kabi mamlakatlar o'zbek mashhurlari uchun sevimli manzilga aylangan. Bu holat ularning xalqaro faoliyatining kengaygani, moliyaviy erkinligi va qulay shart-sharoitlar bilan izohlanadi. Quyida xorijdan uy sotib olgan mashhur shaxslar haqida batafsil ma'lumot beramiz. Shahzoda Muhammedova. O'zbek kinosining yorqin yulduzlaridan biri bo'lgan Shahzoda Muhammedova Dubaydan uy sotib olganini rasman e'lon qilgan. Uyning interyeri, dizayni va joylashuvi Shahzodaning nafis dizini yaqqol aks ettiradi. Hosila Rahimova. Estrada xonandasi Hosila Rahimova Turkiyaning kurort shahri Antaliyadan uy xarid qilgan. Ushbu shahar tinch hayot tarzi, qulay iqlimi va Yevropa standartlariga mos infratuzilmasi bilan mashhur. Yulduz Turdiyeva. Taniqli xonanda Yulduz Turdiyeva ham Dubaydan uy sotib olgan. Xonanda bu haqida ijtimoiy tarmoqlarda video joylagan. Uyning joylashuvi, ko'rkam interyeri va qulayliklari san'atkorning farovon hayot sari intilayotganidan darak beradi. Men xursandchiligimdan shu yangilikni sizlar bilan bo'lishim keldi. Mehnatning tagi rohat deb bejizga aytishmagan. Yulduzxon, charchab qolmaysizmi? Siz ham dam oling, oilangizga vaqt ajrating deb yozadigan muxlislarim juda ham ko'p edi. Boringizga shukr. Dubay shahridan uy olishni anchadan buyon niyat qilib yurardim. Bu 10 yildan oshiq mehnat natijasi. Barchangizga mana shunday yaxshi uylar, yaxshi kunlar nasib qilishini xohlayman, deydi Yulduz Turdiyeva. Botir Qodirov. Yana bir mashhur xonanda Botir Qodirov ham Dubayda uy xarid qilganini ommaga ma'lum qilgan. Bu esa Dubay o'zbek mashhurlari orasida nechog'lik mashhur joyga aylanganini ko'rsatadi. San'atkorning bu qarorini ijodiy imkoniyatlar va oilasi uchun qulaylik yaratish maqsadida qabul qilingan. Mashhur bloger chechenka Gulzoda Abdullayeva 2024-yilda Dubaydan 3 xonali zamonaviy kvartira xarid qilgan edi. Uning kvartirasi shahar markazida, hashamatli turar joy majmuasida joylashgan. Yil mo'jizalariga boy bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Maslahatim, orzu qilishdan hech qachon charchamang, faqat harakatni ham unutib qo'ymang, deydi bloger. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting.